Siz uyga hozir aniq qilmay 3-misolda. Nimaga qilmaysan? Shogird uyga aytsan. Qayerga kelmayapti? Nechta vazifa berganman uyga? 3ta. 3ta vazifa berganmanmi? Nechtasini bajarding? 2tasini. 2tasini. 3-sini bajarging kelmayapti. Nimaga? Bilmayman, o'zim qayerga kelmayapti. Ochqani ko'rakchi. Eshilib oling buni. Bu bitta yo'lda tushdi. Yo'lim tushdi. Xo'p. Demak, birni bajarding, ha? Birinchisini bajaribsan, ikkini bajaribsan. A, uchni ham bajaribsan-ku, Dilshod. Yarim. Nega qilmay deyapsan? Bilmayman. Shuni qilgin. Xo'p, uchinchisi, ha? Qani? Nima degan? 1 dan 99 gacha 2 va 3 ga bo'linadigan sonlar nechta debdi, ha? Xo'p, nimasi qilgan? O'rgatdim-ku senga. Shu o'rgatgansiz qiyin kelmayapti. Qilgin kelmayapti? Qilish kerak. Video qo'yganman. Tamam, o'zim ishlab o'rgataman buni. Tushunarli? Demak, aytyapti bizga, qara. 89 dan to 728 gacha bo'lgan sonlar ichida ham 5 ga, ham 9 ga bo'linadigan sonlar nechta deyapti? Ya'ni 89 dan boshlab 728 gacha bo'lgan sonlarning ichida ham 5 ga bo'lish kerak. Bir vaqtning o'zida ham 9 ga bo'linadigan sonlar nechta deyapti? Dilshod, qara qanday ishlanadi bu? Xo'p, 728 dan ayirasan 89 ni 638. Endi nima qilasan? Qara. Xo'sh. To'rtburchak qavsda 638 bo'lingan qavsda 5 ko'paygan 9 teng 638 ni bo'lasan, ya'ni 5 kara 9 ga yozaman. 638 bo'lingan 45 teng. Endi nima bo'ladi? Ya'ni 638 burchak usullab bo'laman. 638 bo'lingan 45. 60 ta ichida 45 nechta bor? Bittadan bor, bitta 45. 45 ayirsak 13 dan 5 ketsa 8, 1. 8 tushiramiz. 188 ichida 45 nechta bor? 4 ta bor. 4 tadan. 4 kara 5 20 ni 0 x tilda 4 kara 2 4 16 buni qo'ysak 18. Ayirsam necha bo'ldi? 8 qolliq qoldimi? Bizga qolliq kerak emas. Ya'ni to'rtburchak qavs degani o'sha qolliqli qismini olmaymiz. Necha bo'ldi? Yo'q. 14. Demak, xulosa qilamiz. 89 dan boshlab 728 gacha bo'lgan sonlarning ichida ham 5 ga, ham 9 ga bo'linadigan son 14 ta ekan. Tushunarlimi?